Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. 8 noyabr kuni Angliya podshoyi va xonishi Buckingham o'rtasida Gloucester knezligining hamrohligida Angliyaning insonparvarlik ishlariga qo'shgan to'hfasiga, jumladan Angliya ofatdan qutqizish komitetining 60 yilligini tabriklash munosabati bilan kutilish ziyofati o'tkazgan. Bu ziyofatga Dunyo Uyghur Qurultayı London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonim taklif bilan qatnashgan. Rayma xonimning bildirishicha, u podsho bilan ko'rishib, qisqa bo'lsa-mu paranglish fursatiga erishgan. Podsho Rayma xonimga uning qilayotgan ishlarining muhimligini aytib, insoniyat qo'shgan to'hfasi uchun minnatdorligini bildirgan. Xon jamiyati gazetining rasmiy torbetidagi ma'lumotlarga qaraganda, mazkur kutilish ziyofatiga xayr-saxovat organlarining vakillari dunyoning har qaysi joylaridan Angliyaga kelib, bu yerda yangi hayotini boshlagan, o'z madaniyatini saqlab qolishda tirishchilik ko'rsatgan shaxslar, dunyo tinchlik uchun fidokorlik bilan xizmat qilayotgan axborot sohasidagilar va boshqa nurg'un kishilik huquq qo'g'dag'ichlari taklif qilingan. Amerika Davlat Majlisi a'zolari Prezident Baydenni Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishganda Xitoydagi siyosiy mahbuslarni surishtirishga chaqirgan. 9 noyabr kuni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raislaridan Avam palata a'zosi Christopher Simmons va Kengash palata a'zosi Jeff Merkley Prezident Baydenga Xitoyda turmada yetayotgan bir qism siyosiy mahbuslar hamda qonunsiz tutib turilayotgan Amerika fuqarolarining tizimligini avatib bergan va bu tizimlikni Xitoy davlat raisi Xi Jinpingga topshirishni talab qilgan. Kelar hafta Amerikaning San Fransisko shahrida Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik minbari ochildigan bo'lib, bu yig'inda Prezident Baydenning Xi Jinping bilan ko'rishadiganligi xabar qilinmoqda. Davlat Majlisi a'zolari Prezident Baydenga avatgan tizimlikda 40 kishining ismi berilgan bo'lib, ularning ichida Gulshan Abbos, Akbar Asad, Qurbon Mahmud, Raila Davud, Ilhom To'xti, shundaqla lagerlarga solinib kesilganligi Erkin Osiyo radiosi tarafidan dalillangan Xalcham Fazil, Maryam Ahmad qatorliq mahbuslar o'rin olgan. Xitoy ishlari ijroiya komitetining raislari Prezident Baydenga yozgan ochiq xatida Xitoy hukumatining Amerikada yashayotgan Uyg'urlarni yurtlaridagi urug' tuqqanlarining ovoz bo'lganligi uchun nazorat qilayotganligi, qo'rqitish va tahdid silish qilmishlarida bo'lganligini tilga olgan va Prezident Baydenning Xi Jinping bilan ko'rishganda Amerikadagi chegara halqigan bostirish harakatini darhol oyoqlashtirishni talab qilish lozimligini bildirgan. Sanoatlashgan 7 davlat guruhi, ya'ni G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlarining 8 noyabr kuni e'lon qilgan o'rtaq bayonotida Uyg'ur masalasi tilga ilingan. Ular bayonotida o'zlarining Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq vaziyatiga davomli ko'ngil bildirganligini ta'kidlagan. G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlarining yig'ini 6 noyabrdan 8 noyabrgacha Yaponiyada o'tkazilgan edi. Mazkur yig'indan keyin e'lon qilingan o'rtaq bayonotda G7 davlatlari o'zlarining Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga, bo'libmi Sharq Turkiston va Tibetdagi vaziyatga ko'ngil bildirganligini alohida tilga olgan. Dunyo Uyghur Qurultayı G7 davlatlarining o'rtaq bayonotida vatanimizdagi kishilik huquq vaziyatini tilga olganligini qarshilish bilan birga ularni konkret qadam tashlashga da'vat qilgan. Dunyo Uyghur Qurultayı X-dagi inkosida mundaq degan: G7 davlatlari cho'qim konkret harakat qilinib, Xitoy hukumatini Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi ham boshqa ig'ir kishilik huquq jinoyatlari uchun javobgarlik tortish kerak. G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlari bayonotida yana Xitoyni xalqaro jamiyatda mas'uliyatchanlik bilan harakat qilishga, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomnomasining maqsadi va prinsiplariga amal qilishga, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga yordam qilmaslikqa, Janubiy dengizdagi egilik huquq ta'minlashda xalqaro qonunlarga bo'ysunishga chaqirgan. Ular bayonotida yana o'zlarining Tayvanning hozirgi holatini bir taraflamlik majburlash orqali o'zgartirishga qat'iy qarshi turadiganligini eskartib o'tgan. Amerika, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Angliya qatorliq davlatlardan tashkillangan G7 davlatlari bu navbat Yaponiyaning Hiroshima shahrida uchrashib, hozirgi davom qilayotgan Rossiya-Ukraina urushi, Isroiliya Hamas to'qinishiga o'xshash jiddiy voqealarni va hamda yana uchur bexatarligi, singib kirish, kishilik huquq qimmat qarashi asosidagi demokratik dunyo tartibini o'zgartirishni maqsad qilgan harakatlarga taqobil turish qatorliq masalalar ustida nuqtaliq suhbatlashgan ekan. G7 davlatlar guruhi tunji bo'lib 2021-yili Uyg'urlar masalasini o'rtaq bayonotiga kirgizgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.